Hech qanday nasatkalarsiz, og'izda eriydigan shunaqangi ajoyib pechene retseptim bilan bo'lishaman. 2 dona tuxum, shakar, vanilin shakari, chimdim tuz solib aralashtirib olamiz. Ketidan esa o'simlik yog'i, razrihli dil unimizni solib, asta-sekinlikda xamir qorishni boshlaymiz. Xamirimiz shunaqangi suyuq holatga kelganda 2 ga bo'lib, yarmiga 1 qoshiq un solib xamir qorib, ikkinchi xamirimizga 1 qoshiq kakao va ozgina yog' qo'yib, 2 xil xamir qorib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirlarimizdan shunaqangi qilib zuvalachalar yasab olamiz. Endi esa shu joyiga yaxshilab diqqat qilamiz. Qo'limiz yordamida xamirlarimizni shunaqangi shakl berib, ikkalasini birlashtirib, shakarga botirib, pichoq yordamida shunaqangi uzunlar berib chiqamiz. Tayyor bo'lgan pechenelarimizni qizib turgan duxovkamizga pishirishga jo'natamiz. Pishib chiqqandan so'ng bemalol dasturxonga tortsalar bo'ladi. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib o'zingizga saqlab oling va menga obuna bo'lishni unutmang.